Assalomu alaykum aziz obunachilarim, kuzatuvchilarim. Sizlarning izohlaringiz, kommentariyalaringizda mening kanalimga iliq bildirgan taassurotlaringiz haqida eshitib juda xursand bo'ldim. Sizdan minnatdorman va xonadoningizga, o'zingizga tinchlik, xotirjamlik, tana sihatlik tilagan holda bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz Sibir o'rmonlarining qora brilliant deb nom olgan chaga qo'ziqoriniga bag'ishladik. Mana hozir men chaga qo'ziqorinidan damlangan choyni ichib o'tiribman. Bu choy kofedan ham juda yaxshi kuch-quvvat bag'ishlaydigan ichimlik hisoblanadi. Chaganing juda ham ajoyib xususiyati, u butun organizmni sog'lomlashtiradi. Avvalambor u immunitetni ko'taradi. Chaga qo'ziqorini tarkibidagi polisaxaridlar va beta glyukanlar T limfotsitlar hujayralarini faollashtirib, mavsumiy kuzgi va qishki gripp virusli kasalliklarni oldini olishga yordam beradi. Shuning uchun biz buni kuzda va bahorda ichishni yaxshi ko'ramiz. Chunki buni ichgan davrda sizda hech qanday gripp va virusli kasalliklar kuzatilmaydi. Yana bitta ajoyib xususiyati, oshqozon ichak tizimidagi barcha yallig'lanishlar, gastritlar, oshqozon yarasi, xoletsistitlarni bartaraf qiladi. Chunki uning tarkibida betulin degan kislota bor. Bu kislota va vitamin D va vitamin B guruhiga mansub vitaminlar organizmni sog'lomlashtirib, undagi barcha yallig'lanishlarni ketkazishga yordam beradi. U ichakni va jigarni toksinlardan tozalaydi va shuning uchun uni ichib tursangiz, teringiz har doim go'zal, mayin va namlangan holda bo'ladi. Mana hozir menda qo'limda mana shu chaga qo'ziqorindan choy turibdi. Bu choy Yaponiyada qadoqlangan, lekin xomashyosi Rossiyada olingan. Chunki chaga qo'ziqorini Rossiyada oq qayin daraxtida o'sadi. Mana yana buni kapsula holida ko'rsangiz bo'ladi. Bu kapsula holidagi qo'ziqorinni nima uchun iste'mol qilasiz? Bu chaga qo'ziqorini shunaqa xususiyati borki, mana hozir hidlasangiz bir ajoyib hidi ham bor buni. Buning ajoyib xususiyatlaridan yana bittasi bu qondagi qand miqdorini tushirib, qondagi xolesterin, triglitseridlar miqdorini pastga tushirib, qon bosimi va qandli diabetning ikkinchi turidagi qand miqdorini pastga tushirish xususiyatiga ega. Onkologiyaning asosiy davolanish protokoliga yordamchi sifatida qo'shilishi bu jigarning va ichaklarning ajoyib detoks vazifasini bajaradi. Chaga qo'ziqorinini profilaktika holatida yoki davolash holatida ham qo'llashingiz mumkin. Profilaktika holatida qo'llash uchun bir oy davomida yengil diyeta qilib qo'llashingiz mumkin. Diyeta deganim bu chaga qo'ziqorinidan iste'mol qilganingizda dudlangan, qovurilgan, yog'li, ziravorlari ko'p mahsulotlar chiqarib tashlanadi va asosan молочный va sabzavotli mahsulotlardan iste'mol qilasiz. Agar bu choyni tez-tez iste'mol qilib tursangiz, oilaviy siz sog'lig'ingizda juda ham yaxshi o'zgarishlar kuzatasiz. Kuch-quvvatga to'lasiz, immunitetingiz ko'tariladi, oilangiz a'zolari infeksiyalarga chalinmay qoladi. Bizni kuzatishni davom eting. Keyingi mavzularimizda Yaponiyada mashhur bo'lgan Yapon va Xitoy imperatorlari iste'mol qilgan Ganoderma lynchi yoki reishi qo'ziqorini haqida gap ketadi. Bular bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz.